Diqqat qiling, bu savol sizda aniq muammo bo'lgan. Milliy sertifikat savoli trigonometrik soddalashtirish 1 taqsim kosinus x kare kosinus 2x qo'shilgan 1 taqsim kosinus 2x kare kosinus 3x 1 taqsim kosinus 3x kare kosinus 4x va hokazo 1 taqsim kosinus 2024x ko'paytirilgan 1 taqsim 2025x. Shuni soddalashtiring deyilgan ekan. Biz buni a deb belgilashga kiritamiz va sinus x ga ko'paytiramiz. Hammasini. Shunda birlar o'rniga sinus x paydo bo'ladi. Demak yozamiz a kare sinus x teng sinus x taqsim sinus x taqsim kosinus x ko'paytirilgan kosinus 2x qo'shilgan sinus x taqsim kosinus 2x ko'paytirilgan kosinus 3x qo'shilgan va hokazo. Qo'shilgan oxirida yana sinus x taqsim kosinus 2024x ko'paytirilgan kosinus 2025x paydo bo'ladi. Biz buni mana bu narsani soddalashtirish uchun bizga formula bor. Tangens alfa minus tangens beta. Buni siz sinus taqsim kosinus qilib bir-biriga mahraj bersangiz, sizga sinus alfa minus beta taqsim kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta degan formula paydo bo'ladi. Demak, bizda mana misolimiz mana shu holatda turibdi. Biz uni tangens qilib yozishimiz kerak. Demak, mana buni biza xo'p yozamiz, qarang. A kare sinus x teng. Mana bu sinus x ni o'rniga 2x ayrilgan x ga almashtirsak, mana bunga tushib qoladi. Tangens 2x ayrilgan tangens x ga tushib qoladi. Mana bu yerdagi sinus x ni 3x ayrilgan 2x ga almashtirsak, shunda yana shu formulaga tushib qoladi. Qo'shilgan tangens 3x ayrilgan tangens 2x bo'ladi. Va hokazo oxirida ham xuddi shu narsa keladi. Ya'ni tangens 2025 kare x ayrilgan tangens 2024 kare x bo'lib qoladi. Endi bu yerda soddalashish bor. Tangens 2x bilan minus tangens 2x bir bilan soddalashib ketadi. O'rtadagilar hammasi bir-biri bilan soddalashib ketadi. Qoladigan narsa a ko'paytirilgan sinus x teng bo'ladi. Mana bu yerda minus tangens x qoladi. Oxirida tangens 2025x plusdan qoladi. Ya'ni tangens 2025x ayrilgan tangens x qolyapti. Buni yana o'sha formula bilan foydalansak, mana shu formula bilan foydalansak, demak bu bizga bo'lar ekan sinus ikkalasini ayirmasi 2024x taqsim kosinus x ko'paytirilgan kosinus 2025 kare x bo'lar ekan. Sinus x ni bu tarafga bo'lish qilib olamiz. Shunda a ni topsak, bizga bo'lar ekan sinus 2024 kare x taqsim sinus x kare kosinus x ko'payadi. Uni biz birdan sinus 2x deb yozsak, bitta suratda 2 qo'ysak, shunda bo'lar ekan bu yerda kosinus 2025x degan javob chiqadi. Bu